16 sotudan iborat bo'lgan Los Angeles desam bemalol adashmayman. Uyimiz ko'ryapsizmi? Los Angeles stilli qurilgan uyimiz bo'ladi. Uyimiz juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Bitta like bosib qo'ying, sizlarga to'liq obzorini boshlaymiz. Uyimiz 16 sotudan iborat. Mirzo Ulug'bek tumani Sentr uchastkasida joylashgan, o'zining yashil hududlariga ega. Uyimizni bu tomonni ko'rasiz, alohida hudud qilib qo'yilgan. Bu tomonni dom работницалар uchun va erkaklar uchun alohida dam o'tdiqning zonasi qilib qo'yishgan. Hozir sizlarga bu tomonni ham ko'rsatib boramiz. Va uyimizni bu tomonni asosiy uyimizni ko'rasiz. Ko'rasiz, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Yuringlar, asosiy uyimizni ham ko'ramiz va bu tomonni ham ko'rib ketamiz. Bu yerda bizda o'zini gostivoy sanuzel qismini tashkil etishgan va uyimizda bu tomonni bizda podval qismini hozirga tushuntirib beraman. Podval qismiga tushmaymiz, lekin shunga tushuntirib beraman. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun. Podval qismi bizda dom работницалар uchun alohida joy qilib qo'yishgan. U yerda kir moshinalar turadigan zonasi qilib qo'yishgan. U yerda alohida yuringlar, sizlarga ikkinchi qavatida chiqamiz. Bizda podval qismida aytganimdek dom работницалар o'zligi o'tda xonasi bor, o'zligi yashashadi va o'zligini sanuzellari va o'zligini kir moshinalar uchun aytganimdek turadigan zonalar qoldirib ketishgan. Bu tomonni nima desanglar, bu yerda bilyardning zona bo'ladi. O'zining bilyardning zonalari qoldirib ketishgan. Alohida ko'rasiz, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Endi asosiy uyimizga kiramiz. Uyimiz tepasiga chiqdik. Biz mana uyimizni asosiy uyimizni ko'ryapsiz, qanaqa chiroyligini. Bu yerda dom работницаларning joyini ko'ryapsiz. Dom работницаларning ichini ko'rib chiqdik. Yuringlar, sizlarga biz birinchi qavatga sayohat qilamiz. Uyimiz birinchi qavatiga endi sayohat qilamiz. Birinchi qavatiga kirganinglarda bizda bu tomonimizda bizda alohida oshxona qismi hisoblanadi. Ko'ryapsiz, oshxona qismi. Yuringlar, keyingi xonalarga o'tamiz. Bu xonadan bizda keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu tomoni birinchi qavat uchun общий sanuzel qismi. Va bu tomoni bizani master spalnisi birinchi qavat uchun o'zini sanuzel qismi va o'zini garderobning zonasiga ega. Bu uyimizda har bitta xonasi o'zini garderobi va har bitta xonasini o'zini sanuzel qismlar qilib ketilgan. Shuni eng tomoni, vikni tomonlari shudan bo'ladi va eng chiroyli qilib qo'yishgan. Yuringlar, keyingi xonalarga o'tamiz. Bu tomoni bizani zalimiz. Bu zal qismimiz bo'ladi o'zini. Ko'ryapsiz, zal qismlari ham chiroyli qilib qo'yishgan. Endi uyimizni -1 etajiga kirdik. -1 etajiga e'tibor bersanglar, bu yerda alohida basseyn qoldirib ketishgan. Uyimiz ko'ryapsiz, uyimiz hovlisiga alohida vid ochib beradi. Yuringlar, sizlarga birin-ketinlikda tanishtirib o'tamiz. Bu yerda bizda yuring, bemalol aytaman, расслабиться deydi-yu, расслабиться qilib bemalol ko'rib o'tiringlar. Bu yerda sizlarga bemalol ko'rsatamiz. Uyimizni bu tomoni birinchi garaji aytib o'tdik. Birinchi garaji, bu mashina turadigani birinchi garaji. Bunaqa garajdan kamida bizda 3 ta bor uyimizda. Garajdan muammo yo'q, o'zini elektr stansiyalari qoldirib ketgan. Bu yerda elektrический xonasi hisoblanadi. Bu tomoni endi sport zali. Uyimizdan svetdan muammo yo'q. Svetda har tomonlama liniyalar to'g'rilanib qo'yilgan. Tomoni bu tomoni elektrический xonasi juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Yuringlar, keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu tomoni bizda turistskiy hammom. Turistskiy hammomlarga ham e'tibor bersanglar bo'ladi. Juda ham zo'r qilib qo'yishgan. Bitta ko'ring. Bunaqa videolarni, eksklyuziv bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik kerak va obuna bo'lish kerak. Nimaga? Chunki biz birinchilardan qo'yganmiz bu uyga va yana bir sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Uyimizni ko'ryapsizmi? Men o'zim bitta bu yerda endi birinchi qavat, bu yerda -1 qavat uchun o'zini sanuzel qismlari. Men o'zim bitta narsaga hayron qolaman. Nimaga haligacha bu uy sotilmayapti degan narsa savol bor-da o'zimda. Men o'zim bilaman, bitta savolga javob bera olaman. Bu uy haligacha o'zini egasini topmadi. Nimaga? Chunki sizni topmadi. Bu uy siz operatordan ko'rishingiz uchun bizda video qilib beryapmiz. Ishoning, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz bu uyga. Olmasam bo'lmasa ekan, desdak o'zingiz kelib shunday zaklab tashlab o'zingiz olib borsangiz kerak. Bu uyimizda lift joylashtirib ketilgan, 4-qavatgacha alohida chiqadigan полный рабочий liftimiz. Bu yerda alohida bizda холодный комнатasi va uyimiz отопление tizimlari qilib ketishgan. Yuringlar, sizlarga eng zo'r tomoni bu kinoteatrning zonasi. Bu yerda rostiga ham kinoteatrning zona qilib qo'yishgan, ko'ryapsiz. Ves oilaviy bemalol o'tirib kino ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizda bu yerda bemalol katta o'zingizlarga xohlagandek bu yerda katta televizor qo'yib qo'ysanglar bo'ladi yoki-da mana bitta proyektor uchun alohida joylar tashkil etilgan, proyektor qilib maza qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda kolonkalar, tizimlari hammasi joylashtirib ketishgan. Uyimizni ikkinchi qavatiga sayohat qilamiz. Ikkinchi qavatida yuringlar, keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu tomonni bizda детский spalnya qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki-da qanaqadir kabinet sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Nimaga aytayotganim hozir aytib beraman sizlarga. Bu yerda o'zini garderob zonasi va o'zini bu yerda bizani sanuzel qismlari, bitta ko'ring sanuzel qismlarini.
juda ham did bilan qilishgan. Nimaga aytayotganimni, bu yerda balkoni bor. Bizani kattagina mana bu yerdan hozir balkonni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerdan mana keling. Kamerachi, qattasiz? Keling bu yerga. Mana bu yerdan ochamiz-da hozir. Ko'rasiz, balkoni bor. Balkoniga chiqsangiz bo'ladi. Yuring, endi keyingi xonalarga o'tamiz. Yuring, siz chiqib oling. Harakat qilamiz. Videoni kesmasdan harakat qilamiz. O'shaning uchun bitta qo'llab-quvvatlaysizlar. Yuringlar. Bu ham boshqacha-da, boshqacha kayf deydi-yu, shunaqada. Mana ana videoni uzmasdan, xuddi o'zingizlar ko'zingiz bilan ko'rgandek his qilasizlar-da. Men tushuntirib beryapman. Endi sizlar o'zingizlar ko'zingiz bilan ko'rib xuddi yuribsizlar. Bu tomon ikkinchi spaniyasi, o'zini sanuzol qismi bu yerda ham va o'zini bu tomonni garderob zonasi va u tomonni ham bizda yana bitta ikkita xuddi shunaqa xona tashab ketilgan. Yana bu yertimizda yana bitta xuddi shunaqa xona. Buni keling, buni ham ko'rib qoling. Kimmiz bitigidek ko'rsatib o'ra qolaylik. Bu tomonni ham o'zini garderobning zonasi va o'zini bu tomonni ham xuddi shunaqa sanuzol qismlari tashab ketishgan. Bu tomonimizda endi bizani oldi hovliga qaratilgan oynalar qaratilgan va eng qizig'i, eng zo'r tomonlari bu mansardning zonasi. Yuring, mansardning zonasida liftdan chiqamiz. Tayyormisiz? Videoni uzib yubormang. Hozir. Ko'rasizmi? Necha sekund mana? 1 mana necha sekundda chiqdi deb o'ylaysiz. Kommentariyada yozib qoldiring. Yuring. Hozir endi biz eng tepa etajiga chiqib ketamiz. Mana olmang bu yerda oling. Ketdik. Va bitta narsasini ham aytib o'tay. Bu yerga kirganinglarda bu tomonda havo buzilib ketmasligi uchun va isib ketmasligi uchun bu yerda alohida havo aylanib turishi uchun va ventilator zonalar qoldirib ketilgan. Yuringlar, mansardning zonasi. Shuni chiqasizlar, mansardning zonasiga chiqasizlar. Shuni ochamiz-da. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mansardning zonasi. Wow! Ko'rasizmi? Mashalloh, qaranglar. Bu eng vigniy tomoni aytaman, soyada turib ayting. Bu Mirzo Ulug'bek tumani Sentrum uchastkasining eng top etajida joylashgan. Bu eng tepaligida uyimiz bu joylashgani uchun bu yerda gir aylana hamma joy ko'rinadi. U ko'ryapsiz, havo toza bo'lgan paytda o'ng tomondan ko'ryapsiz, tog'li ko'rinib turadi uyimiz. Bu tomoni bizani Yunusobod tumani bo'lsa, bu tomoni bizani o'zimizning Qorasuv tomonimiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Juda ham chiroyli. Shamol aylanishi juda ham qilib qo'yishgan. Endi uyimizni o'zingizlar ko'zingiz bilan ko'rdinglar. Nima qilish kerak endi? Kelib shunda xarid qilish kerak. Past telefon nomerlar qoldirgan. Aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zingiz bilan ko'rib xarid qilsangiz bo'ladi. Rahmat.